Assalomu alaykum. Bugun anatomический bortli poliglarimizni qisqa video talqin qilamiz. Agar siz bortli polig qidirayotgan bo'lsangiz, bu yerda muhim bir jihat bor. Bular shunchaki polig emas, bular har bitta mashina uchun individual tarzda tayyorlanadi. Avvaliga avtomobilni polini 3D skaneruni orqali skaner qilib olamiz. 3D skaneruni olingandan so'ng 3D model yaratiladi va unga asosan qolip yasalinib, vakuum va press asosida ushbu poliglarimizni qilinadi. Mana shunaqa formaga keladi. Ya'ni bu poligimizning eng muhim jihati buni hidi yo'q, umuman hidi chiqmaydi. Ya'ni o'zining formasini yo'qotmaydi. Misol uchun bu poligni qo'ydingiz, hech qanaqa chetlarida zazor bo'lmasdan, hech qanaqa chang kir degan narsa yig'ilmaydi. Misol uchun poliglarni mana qilib ko'rsatadigan bo'lsam, mana bunaqa formaga keldi deylik. Ko'pchilik poliglar u formasini yo'qotib deylik. Bu poligimizni elastikni qo'yib mana. Misol uchun ko'rsanglar bo'ladi. Mana holat to'g'ri turibdi. Ya'ni bu poligimizni hozir bemalol mashinaning ichiga qo'yadigan bo'lsak, bemalol ideal tarzda tushaveradi. Anatomический bortli poligimizni men sizlarga bemalol maslahat qilgan bo'lardim. Bemalol xarid qilib olsanglar bo'ladi. Agar biron bir savolinglar bo'ladigan bo'lsa yoki biron bir mashinaga olmoqchi bo'lsanglar, bemalol bizga yozib qoldirsanglar, mashinalar modelini yozib qoldirsanglar bo'ladi va sizga to'g'ri keladigan poliglarni taqdim etamiz.